Öyle de. Ama diler kamdan uydu. Çoğunlar uydukiler bire kilittik ki. Şuna konuşmayın kokudik ya. Ha buldu bu. Ensirme. Etigeç çıkma. Makul. Qara kız. Bizim ne çıkırdınız la? Aslında 29 kilo ettim qara göz. Arada ağırıp qilib 24 o'ynab qo'ydim. Bugün taşınan yapmışlar, çoğunluğa soskisi yapmışlar, palançından uyuydu, adam yok ki, 61 2 ona yürüpsizler soskisi yap. Yani bu soskini men emas, hammamizdan bir şey o'tgan qo'mda soskidan jiq silinib ketgan, biz sog'an. Bu işte bo'lib qolgan. Bu soskisi yeb ketdi, deb ketdi. Mesela senin o'g'ling bo'lib qolsa, mesela qanaqa qilsakda Benim oğlum mesela ben 40 yaşlarga kirib, 20 yaşlarga kirib, bana telefon qilsa, so'zsib qolsa, deydi qo'y mesela, ha dada yaxshimi? Ben işte falanca ailemden uydagilar yo'qdi-ki, işte birga konuşup biray. İşte aytadigan kirib bo'lmaydi deb qolsa, telefon deymizda biz ey bola tuk. Ko'zini yumib ash uyginibki. Sen bana so'zsib atamsan? Sen sağgan bu so'zlarni ben jigimizni yaga şekergimi deb dadamga selib konaga potirib bo'lgan so'zlar bu. Derhal uyginibki. Bilaman sen ko'nglimdan men tekoraning nimaligini. Ya sizlarning plan bangba. Ya bumuş diba. Ya marak chiqishi suba. Ang tasirab qaytib kelgan qara ko'z beka yana ayadadan boshlab asqab mang'aga chiqibsiz deb qo'yman. Bo'ldi. Ashtaq aytib o so'zlar dasmayman vaqt kelsa. Hem de oğul olduğunda değilse. Kızım olup kalsa qanaqa qilsa mesela? Kızım bu kalsa? Kız olduğunda qo'pol gap qilib bo'lmasa qara ko'z. To'g'ri deysan, qiz bo'lganda qo'pol gap qilib unda nim qilib qilsang bo'lmaydi. Ammo uni ham dasmaymiz ku. Masalan, qizim telefon qilib kelib menga. "Ha, yaxshimi dada, yaxshidingizmi? Ha, yaxshi. Apam nima ish qilyapti? Ha, yotadi. Apam dadam shu do'stim Habibaning cho'ngda tirpan ketibdi-ki. O'zingiz bilasiz, maktabga yaqin. Piyam ishada qo'nib topshiriqlarimiz o'xshash, bir topshiriq ishlab takror qilib, aytadiganlar maktab birga kelsam bo'ladi-da deb qasimiz. Men deyman vaqt kelsa. Altın qizim. 27 yil burun sizning onangiz o'zining dadasiga naqmish parangni qilib, shu kun kech takror men bilan ishlagan. Yaxshi takror qilib berganman. Eng yaxshisi uyginib kelgan qara ko'z. Uyginib kelib, ko'nkani ichib biray, tavizlib biray. Chiroyli qilib topshiriqni o'zingiz ishlang. Yani o do'stingizdan topshiriq ishlab qalamdan men chikatmisiz? Deyman shu, endi aytdim, voy tekor dasmayman. Xatirjam bilan bu. Jon payzama. Mishta qarab baqsam, jamiyat mishta taraqqi qilmasa, mishta uzluksiz hamda. Buningki balla padishab degan o bunda cho'ng kichik, bunda o'ylab baqsam, cho't qammaydi ekan. Keyingilar mishtaning qolgan bo'lsa, jiddiy telefon qilib o'tiraman. Voy, nada apa, dada, uydamasizlar? Ha bu chiqib turinglar, bu topshiriq chiqarishyapti, uni buni. Jinim bolam ishlamayapti, topshiriqni bizning taqishimiz sana. Deysiz shuni bilan, "Voy apa, men ishlayverman, lekin men vaqt ishimni zehn chechib ketadi."抖音。